Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, hurmatli obunachilar. Mana bugungi sanamiz 5-aprel 2025-yil. Mana shu uyimizni yuza qismi, ya'ni fasad qismini termometr sotishyapti ustakalarimiz. Narxlar bilan, jarayonlar bilan tanishtiramiz. Bu uyimiz piltadan bo'lgan. Tekis yuza qismi. Bir sulak kafilnikli surtishgan ustakalarimiz. Keyin termometrda ham surtishgan. Termometr mana shu rangda bo'ladi. Shunaqa rangdagi termometr. Bu однотонный bo'ladi. Uyning qismi. Qadrli do'stlar, mana hozir burun topkasini surtishgan. Uni ustidan yana bir sulay surtishadi mana. Mana ustakamiz ishlab beryaptilar. Bu narxlarga keladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, Qashqadaryo bo'ylab viloyatlar bo'yicha $9-10 yana devorda ko'pchiligiga qarab kelishiladi deyiladi. Narxlar $9 dan $10gacha. Xizmat haqlari ustakalarimizni. Bu mana leysalar ham shu narxning ichiga kirar ekan mana. Uy egasi qanaqa ovora bo'lib yotmaydi. Leysalar ham mana shunday. Shul. Qadrli do'stlar, bu narxning ichiga yana materiallari ham kiradi. Materiallari termometr, kafilnikli ustakalarimiz o'zlari olib kelishadi shu narxning ichiga. Nomerlarni qo'yamiz. Bemalol murojaat qilsangizlar bo'ladi. Yana bitgandan keyin uyni fasad qismi to'liq obzorlarni chiqaramiz. Ustakalarimiz termometr ishlarini yakunlab olishdi. Mana shu ko'rishda bo'ldi mana uyni fasad qismi. Buni yaqindan ham ko'rsatamiz. Juda ham chiroyli. Juda ham sifatli bo'ldi. Shu ko'rinishda bo'ldi. Kanalimiz kuzatib boringlar. Kimga mana termometr xizmatlari bo'lsa, mana shu nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar.